Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, yana bir fayzli xonadonimizga xoniylarimizni o'rnatib berdik. Razmerlar bunaqasiga 290 ga 186 bunaqasiga. Bo'ylari 230 ga ko'tarilgan. Mo'ykasi high-tech, yaxshi mo'ykadan qo'yilgan. Bu yoqda qoshiq donlari bor. Tortmalari davchi mexanizmda qo'yilgan. Kafellari 60 ga 60 granit bosilgan. Stolesnicasi rossiyskiy suv emmaydigandan qo'yilgan. Sushilkalari mexanizm joyi-joyida. Ranglari mokriyda. Havo tortadiganlar o'rnatib berganmiz. Xolodilnikka joy.